Karim aka mingiz qattiq ishlab siz aka ulug' joylarga kelib, masjidni hukka qo'yib turib, gift konkursi reklama qilmoqchisiz. Yo'q, bu yerda masjidni qo'yib, mashinani qo'yib, gift konkursi reklama qilgani kelgan yo'qman. Birinchi homiyda pulini masjidga ehson qilmoqchiman. Voy mashalloh. Bilasiz, masjidimiz o'zi 99% bitgan, 1%ga mana shu odamlarning yordami kerak. Men ham shunga o'z hissamni qo'shay deyapman. Sizga obunachilaringiz aktiv. Shular ham o'z hissasini qo'shsa zo'r bo'ladi. 1% ish qo'ygan. Bitirib ochib yuborish kerak. Ha, mana men ham o'z safarga ketyapman. Vodiy bo'ylab aylanaman. Andijon, Namangan, Farg'onaga yuraman. Hozir yurishdan oldin shu yerga birinchi ehsonimni qilib, 69 ta tuman shahar bor ekan. Hammasiga boraman. Birinchi o'rinda mana masjidni ziyorat qilib, ehsonimizni berib ketyapmiz. Juda ham ko'plab obunachilar ehson qilsa, tadbirkorlarimiz bor, Oltiariqda ishlab chiqarish, boshqa narsalar bor. Kelib, ozgina ehson qilsa, kimdir 10 ming, kimdir 5 ming, kimdir mana shu videoga like bosib, kimdir shu videoni tarqatib bo'jam, ehson qilsa bo'ladi. To'g'rimi bu yerlar? Zo'r aka, zo'r o'ylabsiz lekin. Safarlaringiz aka bexatar bo'lsin. Homiylar aloqaga chiqib, Karim akaga telefon qilib homiy bo'ylar. 25 mingtadan 30 mingtagacha kimga jonli obunachi kerak bo'lsa, aloqaga bemalol chiqsalaring bo'ladi. Eng katta sovrin mana shu Nexus avtomobili, birinchini ko'rgansizlar, Matizda shunday berib yuborgan. Aka, ishlaringizga omad, safaringiz bexatar bo'lsin. Rahmat, lekin obunachilarga 25 ta telefonam bor. Voy mashalloh, bosmasa bo'lmaydi. Homiy bo'ylar, obuna bo'ylar, videolar tarqating. Bitsa juma namoziga ketdim Muhammad Karim aka deysiz, shu yerga ozgina bo'lsa ham hissamizni qo'shganmiz deyman. Siz ham ozgina bo'lsa ham hissangizni qo'shing, jannatlarda o'z qasringizni quring.